Bugungi videomizga xush kelibsiz do'stlar. Bugun sizlar bilan chinakam VIP kayfiyatda, dunyo avtomobil bozorida shov-shuvga sabab bo'layotgan ajoyib yangi model Beat Seal 2026 haqida gaplashamiz va rostini aytsam, bu mashina o'zining birinchi qarashdayoq odamni ko'zini qamashtiradigan darajada jozibador dizayni bilan "Men zamonaviyman, men texnologiyaman, men kelajakka tayyorman" deb baqiradi. Hatto biroz hazillashsak bo'ladi. Go'yo mashina "Meni olib hayda, men seni boy qilib qo'yaman" deganday turibdi. Chunki Beat Seal 2026 nafaqat ko'rinishi bilan, balki imkoniyatlari bilan ham 2026 yilda eng ko'p muhokama qilinadigan sedan bo'lishga nomzod. Avvalo dizayndan boshlaylik. Mashinaning aerodinamik shakli shunday qilib yasalganki, shamolni ko'rsa qochib ketadi. Old qismi esa keskin chiziqlar, o'tkir LED farlar va markazda joylashgan zamonaviy Beat Seal logotipi bilan haqiqiy premium kayfiyat yaratadi. Shu logotipni ko'rib odamning ichida bir lahzada "Ha, bu mashina oddiy emas" degan fikr tugiladi. Yonar ranglari orasida eng ko'p e'tibor jalb qiladigani uning nafis, yaltiragan qora ko'kimtir yorug'likda o'z aksini o'zgartiradigan bo'yoq texnologiyasi bo'lib, bu effekt mashinaga VIP limuzinlarga xos murakkab jilo beradi va odam yo'lda ketayotganda o'zini o'z-o'zidan mashhur odam deb his qiladi. Men hattoki aytardim, kimdir mashinani ko'rsa, ichida "Qo'yi, balki men ham shunaqasini olarman" degan xohish uyg'onadi. Beat Seal 2026 saloniga kirganingizda esa boshqa bir olamga tushgandek bo'lasiz. Katta panoramali monitorlar, yuqori aniqlikdagi raqamli panel, futuristik LED yoritish, premium ekologik charm o'rindiqlar va ergonomik boshqaruv elementlari hammasi sizga shunday deydi: "Haydovchi, bemalol o'tiring, men sizni VIP mehmon sifatida kutyapman." Markaziy konsolning o'zi ham o'ziga xos. Texnologiyalar shunchalik ko'pki, haydovchi mashinaga o'tirganda o'zini Elon Musk yordamchi lavozimiga ishga kirganday his qiladi. Yana hazillashsak, agar mashinaga sehrli tayoq berib qo'ysak, balki uchib keta boshlar. Endi masalaning eng qiziqarli qismi performans. Beat Seal 2026 elektr platformasi juda kuchli, tezlanishi shu darajaga yetadiki, mashina gaz berilganda orqa o'rindiqqa yopishib qolganingizni sezmay, o'zingizni Formula 1 trekida yurganday his qilasiz. Bu kuch bilan birga, batareya masofasi ham juda yuqori, shunday uzoq masofa yuradiki, ko'pchilik haydovchilar "Bunaqa masofaga men o'zim ham yurmaganman" deb hazillashadi. Xavfsizlik tizimlari esa alohida gap. 360 daraja kamera, aqlli sensorlar, avtomatik tormoz, adaptiv cruise control, yo'l bo'ylab yordam tizimi. Bularning barchasi mashinani nafaqat zamonaviy, balki har tomonlama aqlli qiladi. Xullas, bu mashina sizni himoya qilishi bo'yicha ba'zi qarindoshlaringizdan ham yaxshiroq ishlaydi desak ham bo'ladi. Orqa tomondagi o'tkir chiziqli farlar esa unga qo'shimcha sportiy ruh beradi. Yo'lda turganda mashina go'yo "Men kelajakdan keldim, orqamdan ergashinglar" deganday ko'rinadi. Xulosa qilib aytganda, Beat Seal 2026 bu dizayn, texnologiya, quvvat va qulaylikning mukammal uyg'unligi bo'lib, ko'rgan odamni o'ziga rom etadi va haydovchiga har kuni VIP hayot kechirayotgandek tuyg'u beradi. Agar sizga ham shu kabi model, aqlli va dabdabali elektromobil yoqsa, unda bugungi videoni yoqtirib qo'yishni, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, do'stlar. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun eng katta motivatsiya.